Agar qo'lingiz bilan bosib, ezib, qurusini ezib, barmog'ingiz kirib ketsa, qo'yib qolaman. Hamma narsasiga qo'l mehnatida bu. Hamma narsasi o'zimni qo'limdan o'tadi. Shu bir g'ishtni o'zim qolipga solaman, qolipdan chiqaraman, olib kelib qo'yaman. Bir donasi ho'l vaqti og'irligi 35 kilolar bo'ladi. 35 kilo, 40 kiloga yaqin bo'ladi bir donasini og'irligi qolipdan chiqqan vaqt. Qurigandan keyin 14-15 kilo qoladi. O'sha 35-40 kilo narsani hammasini ko'taraman, olib tahlayman, mashinaga ortaman, olib boraman. Sizni uyingizga borgancha bu jonivorga ham chakana mehnat qilmayman. Agar buni qo'lni bosib agar kirgizib berishda ilojini topolsangiz qo'yilib qolaman. Men betida mana 2 qo'tir qurigan hozir. Tagida 3 qo'tir nam bo'lib turibdi ozgina. Mana